Mana chiroyli manzara. Bugun Chirchiqda yomg'ir. Biz asalarlarni ko'rgani ketyapmiz. Asalarlar ishlayaptimi yo'qmi? Mana ko'rayotganinglardek daraxtlar уже sekin yana ozgina 2-3 kundan keyin kurta yoyadi. Mana sekin kun isigandan keyin daraxtlar mana yana ozgina kun issa xudo xolasa daraxtlar ham ochiladi. Kurtalarini ko'ryapsizlarmi? Chirchiqda daraxtlar sekin kurta yoyapti. Mana kurtalari ozgina kun isigandan keyin mana tol ko'karibdi, mana sekin ochilyapti. Ko'rayotganinglardek. Mana o'rik daraxti kurtalarini ko'ryapsizlarmi? Xohlasa ozgina kun issiq bo'lib tursa ochiladi. Chirchiq manzara, yomg'ir yog'yapti bugun Chirchiqda. Sekin kurta ochyapti daraxtlar. Mana 17 mart